Assalomu alaykum O'zbekiston xalqi. Sizlarga Rohat mebel fabrikasi o'z ishlab chiqarishlarini ko'rsatadi. Yumshoq mebellarimizni. Bizning manzilimiz Andijon viloyatida. İşlerimizni ko'rishingiz mumkin. İşlerimiz Turkiyaning modellaridan olingan bo'lib, materiallar turkiy material, teddiy material bo'ladi. Ranglar bo'yicha assortimentlarimiz 1000 xildan ortiq. Razmerlari keladigan bo'lsa 3,5 2,5 bo'ladi. 2 dona tumbasi bo'ladi. Yog'ochlari poni sasna bo'ladi. No'shkalari ham yog'och bo'ladi. Keyingi rangimiz mana ko'k rangda tayyorlaganmiz. İçlari xudo olsa sasna yog'och, behijolat narsa, materiallari ham o'ta sifatli material, Turkiyaning matolarida. Razmerlari hammasiniki standart 3,5 2,5 bo'ladi. Mexanizmli model bularimiz, hozir ochib ko'rsatamiz. Bu esa oq rangi. Ranglarimiz aytganimizdek 1000 xildan ortiq ranglarimiz bor. Kimga kerak bo'lsa murojaat qilsanglar, ranglar tashlab beramiz, tanlaganinglarni tayyorlab yetkazib beramiz. Mexanizmlarni ishlashlarini ko'rishingiz mumkin. Buni uyingizga bemalol spandik qilib ishlatsangiz ham bo'laveradi. Mexanizmlar ochilgandan keyin razmerlari kengayadi. Mexanizmlar ochilgan holatda razmerlari 4 metr bo'ladi, bunaqasiga 3 metr bo'ladi. 6 ta dona yostiqchasi bo'ladi. Bemalol bitta odam sig'adi. Bunaqasiga 1 metr bo'ladi, bunaqasiga 3,5 metr bemalol ichi razmeri. Kimga kerak bo'lsa murojaat qilaversa, chiroyli holatda O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz bor, yetkazib beramiz.